Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan diplomatli vrach-urolog, androlog, xirurg vrach tuzilgan diagnostika Erkinjon Yo'ldashev. Biz hozir juda katta operatsiyaga tayyorgarlik qilyapmiz. Bu falloprotezirованный bemorda 1,5 yildan beri yaqinlik qolmagan. Hayotda uylangandan beri bir marta yaqinlik qilgan. Undan keyin doktorga borgan. Gap bunda emas. Bu haqida endi gapirib beramiz. Bu endi falloprotezirованный. Men umuman hozir operatsiyaga tayyorgarlik jarayonida aytmoqchiman. Ya'ni nima uchun mana ko'plar bilsalaring kerak, doktorlar operatsiyadan oldin qo'llarini yuvadi. Ya'ni 19-asrda bu narsa aniqlangan. 19-asrda shu Yevropaning bir больницаlarida именно studentlarda qo'lida значит nima qilinganlar, studentlarning qo'lida rod принимать qilganlar, ya'ni tuqqanlarda ko'p o'lim holati bo'lgan ayollarda. O'shaning uchun hamma qo'rqib qolgan, imенно student bo'lganligi uchun o'sha odamlar o'lyapti, bolalar to'g'ri qabul qilayotganda shunaqa bo'lganligi uchun deb aytishgan. Lekin ular nima uchun keyinchalik bilgan, bu juda qiziq holat. Именно mana shu ya'ni birinchi navbatda материнская смертность, ya'ni именно studentlar yaxshi bilmaganligi uchun, meditsinada student bo'lganligi uchun o'lyapmiz degan, lekin bilishganda vrachlarda esa материнская смертность kamroq bo'lgan, ona o'limi. Oxiri bir to'xtamga kelishganki, именно studentlar qo'llarini yuvib rod принимать qilganda, o'sha to'g'rida qabul qilganda pinset, o'sha ularda o'sha o'lim holati kamayishni boshlagan. Shundan keyin birinchi gigiyena qo'lni yuvishlik operatsiyadan oldin shundan paydo bo'lgan. Ya'ni bu juda qiziq holat. Studentlarda o'lim holati kamaygan. Shundan keyin xulosa qilib chiqarganki, operatsiyadan oldin qo'lni yuvish kerak. Unda o'sha shotkalar bilan yuvishdi, har xil minglapilar bilan yuvishdi, o'shanda boshlashgan. Va ana o'shandan o'sha tarixi qo'lni yuvish boshlangan. Ungacha hech kim qo'lni yuvmagan operatsiyadan oldin. Bu 19-asr. O'sha era yuvinish, gigiyenani rivojlanishi o'shandan boshlanadi. Shuning uchun biz ham har safar operatsiyaga kirganimizda qo'limizni yuvamiz Yevrostandart bilan. Shu bu operatsiya, ayniqsa bunda bunaqa holatlarda, bunaqa operatsiyalarda qo'lni yaxshilab yuvish kerak. Tak nima qilar? O'shandagina tozalik bo'lsa, infeksiya kirmaydi. Hurmatli obunachilar, savollaring bo'lsa kommentariyga yozib qo'yinglar, bizga obuna bo'linglar va albatta o'qib savollaringizga javob beramiz.